Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana hozir Gipsayat kompaniyasida yangi mijozlarimiz yangilik bilan keldi. Turarjoy majmuasida podyezdga qora grillatoni o'rnatib ketyapmiz. Ikkita podyezdga 9 etажkali domga mana hozir ko'rib turgan dominglarga ichini ham obzor qilaman. Hozir bitta qilsam mana chiqib keldi. Mana ko'ryapsizlar, hozir qora grillatonlarni podyezdga o'rnatganmiz. Nima uchun qora grillatonni podyezdga o'rnatish kerak? Birinchi o'rinda uchredитель o'zlari ham aytdilarki, bizga zamon talab qiladigan va boshqalar qilmagan ishni qilamiz dedilar. Рады, что мы выбрали этот материал. Он сочетается с нашим дизайном. Не все сейчас, это еще до сих пор не все делают новостройки, в основном используют бизнес-центры, ну, каких-то коммерческих помещениях, но не в подъездах. Я лично не видел сам. Nigде nету. Да. Но я рад, что я это выбрал. Qora grillatoni o'rnatganda mijozlar kirib kelganda bu yerda hashamdor ekan. Ozgina men hozir rasmda, videoda ko'rayotganinglardek bu yerda qora-yu, agarda fonarlarini, svetlarini qo'yganda vobshe ochadi. Kirgan mijozlar uyalmaydi ham. Endi agarda sizlarga ham xuddi shunaqa turarjoy majmuasiga yoki kafe, restoranlarga qora grillator kerak bo'lsa, hozirroq bizga shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz. Qora grillator zamon talabi. Bizda servis juda muhim.